99% o'quvchilar aynan shu misolda xato qiladi. Sizchi 0,25 ko'paygan 0,4. Bir soniya o'ylab ko'ring. Agar javobingiz 1 bo'lsa, bu dars aynan siz uchun. Assalomu alaykum, men Ismoil Orziyev. Bugun sizlar bilan o'nli kasrlar ustida amallar mavzusida dars olib boraman. Ya'ni o'nli kasrlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish mavzusida tushunchalar berib boraman. Dars oxiriga kelib esa siz DTM darajasidagi vaqtni tejaydigan usullarni bilib olasiz. O'nli kasr o'zi nima? O'nli kasr bu qandaydir sonning o'nga, yuzga, mingga yoki va hokazo o'nning qaysidir darajasiga bo'lingandagi holatini vergul bilan ajratilgan ko'rinishidir. Ya'ni masalan, bizlar 25 ni o'nga bo'ladigan bo'lsak, bu 2,5 deb aytiladi. Yoki 23 ni 100 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 0,123 deb aytiladi. O'nli kasrlarni qo'shishni ko'rib chiqamiz. Bunda birinchi navbatda vergullarni bir chiziqqa tushirib olishimiz kerak. Masalan, 2,71 qo'shilgan 3,2 misolni olaylik. Demak, 2,71 ni yozamiz va 3,2 ni yozamiz va vergullarni bir to'g'ri chiziqqa tushirib olamiz. Va bularni ustma-ust qo'shamiz, ya'ni qo'shish amali bo'lgani uchun. 0 ga 1 ni qo'shsak, 1, 7 ga 2 ni qo'shsak, 9, 3 ga 2 ni qo'shsak, 5 bo'ladi-da, vergul mana shu vergul tagidan tushadi. Ya'ni javobimiz 5,91 bo'ladi. Keling endi ayirishga doir misollardan bir ikkita ko'ramiz. 5 minus 4,24 deylik mana. 5 dan ayiramiz 4,24 ni. 5 dan keyin hech qanday raqam bo'lmagani uchun vergul qo'yamiz va uni 0 bilan to'ldiramiz. Va 0 dan 4 ni ayira olmaymiz, bitta qarz olamiz 5 dan. Qarz olsak 10 bo'ladi. 10 dan 4 ni olsak 6, bu yerda 9 qoldi. 9 dan 2 ni olsak 7, bu yerda 4 qoldi. 4 dan 4 ni olsak 0. Javobimiz 0,176 ko'rinishida hosil bo'ladi. Yana bir misol ko'raylik. 3,121 ayrilgan 2,197. Demak, buni ayirsak 3,121 2,197 ayirsak. Demak, biz 1 dan 7 ni ayira olmaymiz. Bitta qarz olsak 11 bo'ladi. 11 dan 7 ni olsak 4, bu yerda 1 qoldi, yana bir qarz olamiz 11. 11 dan 9 olsak 2, bu yerda 0 qolib, bitta qarz olsak 10, 10 dan 1 olsak 9 va bu yerda 2 qoldi. Javobimiz 2 dan 2 ni olsak 0 bo'ladi-da. 0,924 bo'ladi. 120. O'nli kasrlarni qo'shish va ayirishga doir misollarni ko'rib chiqdik. Endi o'nli kasr ko'paytirish, o'nli kasrlarni oddiy songa ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda o'nli kasrni oddiy songa ko'paytirishni ko'ramiz. Ya'ni 5 ko'paygan 0,23 deylik mana. Ya'ni 0,123 ni alohida yozib olamiz, 5 ni esa uni tagiga yozamiz. Ya'ni bu yerda vergul tagidan vergul tushishi shart emas. 5 kere 3 15 da 5 bir dilda, 5 kere 2 10 bir dildagi bilan 11 va shundan keyin verguldan keyingi raqamlarni sanaymiz. Ya'ni 2 3 yana 1 2 ikkita bo'ldi va bu tomoniga orqadan sanab kelamiz uni. Bitta ikkita va vergulni shu yerga qo'yamiz. Ya'ni javobimiz 1,15 ko'rinishida bo'ladi. Bu oddiy songa o'nli kasrni ko'paytirish. Ana endi o'nli kasrni ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Masalan, 2,39 ko'paygan 3,141 deylik mana. Demak, raqamlari ko'pini yuqoriga yozib olsak, ko'paytirishimizga oson bo'ladi. 3,141 ni ko'paytiraman 2,139 ga. Ko'paytirsam 9 kere 1 9, 9 kere 4 36, 36 ning 6si
3 tilda 9 kere 1 9, 3 tildagi bilan 12, 12 ning ikkisi 1 tilda, 9 kere 3 27, 1 tildagi bilan 28. Endi 3 ni ko'paytirib chiqaman. 3 kere 1 3, 3 kere 4 12 ning ikkisi 1 tilda, 3 kere 1 yana 3, 1 tildagi bilan 4, 3 kere 3 9. 2 kere 1 2, 2 kere 4 8, 2 kere 1 yana 2, 2 kere 3 6 bo'ladi. Va bularni biz qo'shib olamiz. Qo'shsak 9, 6 qo'shib qo'ysak 9, 2 2 ni qo'ysak 4, 4 ga 2 ni qo'ysak 6, 8 ga 4 qo'ysak 12, 12 ga 8 qo'ysak 20, 20 ham 0. 2 tilda 2 ga 4, 2 ga 9 ni qo'ysak 11, 11 ga 2 ni qo'ysak 13, 2 tildagi bilan 15, 15 ni 5i 1 tilda va bu 7. Endi verguldan keyingi raqamlar 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Biz ham xuddi shunday orqadan 5 ta sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sanab kelamiz mana. Demak javobimiz 7 butun 100 mingda 50 699 mana. Shu ko'rinishda bo'ladi. O'nlik asrlarda ko'paytirishni o'rganib oldik. Ana endi o'nlik asrlarni bo'lishni o'rganamiz. Undan oldin esa biz o'nlik asrlarni osonroq bo'lish uchun bitta layfhackdan foydalanamiz. Ya'ni o'nlik asrlarni oddiy asrga aylantirib, shularni ko'paytiramiz biz. Demak, tasavvur qiling, sizga oddiy bitta o'nlik asr berilgan. 0.6. Shuni siz oddiy kasr ko'rinishiga o'tkazmoqchisiz. Bu bo'ladi 6 taqsim 10. Ya'ni o'nlik kasrga ta'rif bergandim boshida bilsangiz. O'sha oddiy kasrning o'nni qaysidir darajalariga bo'lingandagi holat, ya'ni vergul bilan ajratilgan holati deb aytgan edim. Xuddi shunday bu yerda ham 6 taqsim 10 ko'rinishga yozib olamiz. Ya'ni biz agar bizga boshqa bitta 0.23 soni berilgan bo'lsa, buni 23 taqsim 100 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Ya'ni o'nlik kasrni oddiy kasr ko'rinishiga o'tkazib hisob-kitoblarni amalga oshiramiz. Nima uchun bunday qilyapman? Chunki bo'lishda oddiy sonni, masalan, bo'lsak 0.5 ga o'nlik kasrga o'tkazib bo'lsak osonroq bo'lamiz va qiynalmaymiz bunga. 3 bo'lingan 5 taqsim 10, 3 ko'paygan 10 taqsim 5. 10 bilan 5 ni qisqartirsak ikkita bitta bo'ladi. Demak bizda bo'ladi 3 ko'paygan 2. Javobimiz 6. Mana ko'rganingizdek osonroq bo'lamiz. Agar ikkita o'nlik asr kelib qolsa-chi, masalan 0.12 bo'lingan 0.4 kelib qoldi. Nima qilamiz? Ikkalasini ham oddiy kasrga aylantirib olamiz. Ya'ni kasrlar mavzusida o'rgatganman. Birinchisi o'zi, ikkinchisi teskarisi bo'ladi. Ya'ni 10 taqsim 4 ko'rinishda bo'ladi. Bular qisqarib ketadi. Buni ham qisqartirsak 4 ga bitta 3 ta bo'ladi. Javobimiz bu yerda 1, bu yerda 10 qoldi. Demak 3 taqsim 10 ko'rinishda bo'ladi. 3 ni 10 ga bo'lsak 0.3 chiqadi. Ya'ni biz 0.112 ni bo'lsak 0.4 ga javobimiz 0.3 ko'rinishida bo'ladi. Demak biz bugun sizlar bilan o'nlik asrlarni qo'shishni, ayirishni, ko'paytirish va bo'lishni o'rganib oldik. Demak, shunda xulosaga kelamiz. O'nlik asrlarni qo'shish va ayirishda vergullarni tekislab olamiz. Ko'paytirishda esa vergulni oxiridan boshlab sanab kelamiz. Bo'lishda esa o'nlik asrlarni oddiy natural sonlarga, ya'ni natural kasrlarga aylantirib, keyin bo'lish amalini bajaramiz. Agar darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi darsimiz qaysi mavzuda bo'lishini izohlarda yozib keting.